Yetipur bu provodniklar. Mana shu mamlakatdagi jarayonlarni portallar, o'ziga xos o'qituvchilar tizimida deb aytamiz, ular olib boradi. Yetipur bu o'qituvchilar tizimi va shu bilan birgalikda ular sivilizatsiyalarga biriktirilgan, to есть ularni maskanni portal qilib tanlanilgan sivilizatsiyalar tarafdan O'zbekistondagi xalq uchun kerakli bo'lgan imkoniyatlarni faollashtirib beradi. Energiya bo'lmasa harakat bo'ladimi? Bu yerda provodnik o'zini insoniy holatida amalga oshirmaydi bu jarayonlarni. Bu yerda уже sivilizatsiyalar, ya'ni kuratorlarimiz bor. Bizda Andromeda sivilizatsiyasi bor. Sitrakon sivilizatsiyalar potokni mana orqali o'tkazib berishadi. Mana shu potok orqali ularni vibratsion darajasi orqali, ularni energetik jarayonlari orqali amalga oshiriladi. Bu yerda men faqatgina o'tkazguvchiman. Haligacha aytishgan, kim nima oladi degani hamma har xil narsa oladi. Aniq ayta olasizlarmi? Ayta olmaymiz, chunki hammada programmalar bor. 7 chakra asosidagi dasturlar udовлетворение, ya'ni natija beradi. Biz даже anglamagan natijalarni ham berish mumkin. Moddiylikni maksimal darajada bizani hayotimizga namoyon qilinishi uchun resurs beriladi bizga. Bu degani nima degani? Ong o'zgaradi degani, his-tuyg'ular o'zgaradi degani, soответственно tanada ham o'zgarishlar bo'ladi degan. Inson o'zi o'tishi uchun даже 5 yil ham kam bo'ladi deb aytdi. Yana bir pog'ona yuqori bo'lgan indekslar joylashtiriladi. Просто ziyorat qilmaymiz-ku. Дело в том, что o'zlari ham o'zinglar ham ziyorat qilsanglar bo'ladi-ku. Gap ziyoratda emas-ku. Gap mana shu ustozlar orqali kelayotgan potoklarni olib hayotimizga kirg'izish va nima qilish, hayotimizni yangi darajaga keltirish. Bizlarga ishoning azizlar, materiyaga javob beruvchi va sizning keng imkoniyatlaringizni ochib beruvchi Energy Trip o'tib bo'lgandan keyin energiyalar sizlarga, yuqori vibratsion energiyalar sizning dasturlaringizga o'tkazguvchilik holatini shakllantirmaydi. Ana shundan keyin sizni bazaviy dasturlaringiz, ya'ni sizni sущностlaringiz, sizning bas programmalaringiz sizga intimasit, romasit ta'sir qilishini to'xtatadi. Ana shundan keyin siz o'zingizda bormaganlik uchun afsuslanish holatlarini ko'rishni boshlaysiz. Mana shunday holatni takrorlanmasligi uchun ba'zi guruhlarda sizlardan so'rab qolamiz, e'tiborli bo'lishingizni, rivojingiz yo'lida sizga berilayotgan imkoniyatlar qanchalik darajada butun hayotingiz va atrofdagilaringizni o'zgartira olish imkoniyatini beradi. Biz sizlarni olib chiqmoqchi bo'lgan darajadan qochish bo'lmoqda deb. Nechta sivilizatsiyaga kirishga uylanish bo'ldi-da, da. 3 ta ustozimiz shunaqa поддерживать qilib turishdi, o'tirasan, davay ke birgalikda. Ayniqsa birinchi, ikkinchi, uchinchi chakra normal, onda DNK darajasida karmalar ko'p-ku. Davay yechib ol, shu yerda qilib. Nima bo'lsa anaqa bizni поддерживать qiladi. Или siz tayyorsiz sevgi bilan ketishga, или siz tayyor emassiz. Moment holatida vaziyatni yechimini ko'ra olib diqqatga yechishga tayyorsiz. Или siz tayyor emassiz. Жертва holatiga kirib yoki bo'lmasa, ты сейчас чувствуешь, я в обиде. Но эта обида не снижает тебя, не снижает твой ресурс, потому что включается у тебя? Осознанность. То есть целостность, барбутулик. Хотя 1% я закрывала год. Bu narsani faqatgina men yetkazishim shart. Кейс какой-то, где ты открываешь и решается какая-то проблема, понимаешь? Для меня это чудо. Да, для меня тоже. Я очень поменяла, я очень многое через трипы трансформировала. Благодарю вас. Nima uchun bu bilimlarni sizlarga beraman, nima uchun bu ma'lumotni beraman sizlarga? Это не реклама. Siz buni qabul qilasiz, qanaqa qabul qilasiz? Sizni imkoniyatlaringiz ongiz asosida ma'ni vazifam sizlarga qo'yiladi. Наша задача это вам дать информацию, ваша задача принять или отклонить. И это и то ресурсы для вас. Благодарю вас. Благодарю.